shunda quysa, yo akalar men ichmayman, sizlar bemalol deb bo'ldi aka, bizda majburlash yo'q, dasturxonga qarang, akaga quymaylar debdi. Birinchi shisha bo'shagan. Ikkinchisi bo'shagan. Uchinchisi bo'shagan. Birov quymasmishdan bo'lgan. Meni gapirib qo'ygan-ku bu. Vaqtiga bitta mehmon kelib shunda yonib o'tirdi-da. Shunda o'tirgan ekan, mehmonga shunda quysa, mehmon yo men ichmayman deb shunda mehmonga qarab, menga qara. Men ichsam ichasanmi deymish. Shunday topayapti-da. Bir aka rosa ko'p icharkan, xotini oldiga kelibdi, joniga deyib ketibdi oxir. Joniga shunday keldi, dadajonisi, shu ichishni tashlang. Mana siz qo'shnilardan o'ylaylik. Salom do'stlar, sizlar bilan Avranzet. Bugun Sharpa ovchilari deb nomlangan film haqida aytib beraman. Politsiya xizmatchisi Nik Walker uyining hovlisida chuqur qazib, oltindan yasalgan bir narsalarni yashirib qo'ymoqchi. Ustidagi belgilardan ko'rinib turibdiki, ular shunchaki quyma oltinlar emas. Ertalab rafiqasi bilan xayrlashib, Nik politsiya idorasiga jo'naydi. Bu yerda sherigiga o'sha oltinlarni dalil sifatida topshirishini aytadi. Bu oltinlarni Nik sherigi Bobbi bilan bezorilarni qo'lga olayotib topib olib bo'lishgan bo'ladi. Lekin Bobbi unga biroz sabr qilishini aytadi. Bu oltinlarni pullab to'kin-sochin hayot boshlash mumkin deb. Shu payt jinoyatchi Garzoni qo'lga olishga buyruq olishadi va hamma politsiyachilar jinoyatchini qo'lga olish uchun jo'nab ketishadi. Operatsiya oson kechmaydi. Jinoyatchi juda xavfli, uni ustiga yolg'iz emas. Ular qarshilik ko'rsatib otishma boshlanadi. Garzo qochayotganida Nik uni ortidan quviydi. Kutilmaganda Bobbi paydo bo'lib, Nikni oltinlarni topshirmoqchi bo'lganligi uchun unga avtomatdan o'q uzadi. Ko'zini ochib qarasa, xuddi vaqt to'xtab qolgandek. Atrofda hamma narsa qotib qolgan. Hech nimani tushunmay hayron qolsa kerak, lekin yuzidan xuddi bunaqa narsalarga o'rganib ketgandek ko'rinadi. Keyin esa osmonda qandaydir tuynuk ochilib, Nik tepaga ko'tarila boshlaydi-da, o'sha tuynuk uni tortib ketadi. Keyin u bir xonada paydo bo'lib qoladi. Lekin yuzidan xuddi bunaqa narsalarga o'rganib ketgandek ko'rinadi. Keyin esa osmonda qandaydir tuynuk ochilib, Nik tepaga ko'tarila boshlaydi-da, o'sha tuynuk uni tortib ketadi. Keyin u bir xonada paydo bo'lib qoladi. Shunda Nik o'zini o'lganini tushunadi. Ro'parasida o'tirgan Proctor ismli ayol esa unga ish taklif qiladi. Nik o'lgan, lekin qilmishiga javob berishdan qochib ketgan sharpalarni tutib olib kelishi kerak. Bu xizmat 100 yil davom etadi. Xizmatni o'tash uchun Bostonga qayta yuborilishini bilib, Nik darrov rozi bo'ladi. Rozi bo'lganligi uchun Nikning chap ko'kragi ustida belgi paydo bo'ladi. Keyin boyagi ayol Nikni yangi ish joyi bilan tanishtirib, departament olib borayotgan ish qanchalik muhimligini tushuntirib beradi. Boston bo'limida ish qanchalik ko'pligini ko'rib, Nik hayron bo'lib turganida bitta bahaybat murda qochishga harakat qiladi. Lekin Roy ismli xodim uni yo'q qiladi. Nikni aynan o'sha Royga sherik qilib berishadi. Royga bu yoqmaydi, lekin buyruq bo'lganligi uchun rozi bo'ladi. Keyin Roy Nikni olib narigi dunyodan tiriklar dunyosiga qaytib keladi. Nik qaytishi bilan o'zining dafn marosimiga boradi. Bu yerda azador rafiqasini ko'rib yoniga boradi, lekin Julia uni tanimaydi. Shu payt Juliani himoya qilib, Nikni otib o'ldirgan sherigi Bobbi keladi. Nik Bobbiga tashlanadi, lekin yonidagi odamlar uni ushlab qolishadi. Bobbi esa Julia bilan mashinaga o'tirib ketadi. Nik yana Royning oldiga qaytib, undan nimaga rafiqasi uni tanimaganini so'raydi. Roy unga Nikning tashqi qiyofasi ham, ovozi ham boshqaligini, agar u o'zi haqida aytib bersa, odamlar umuman boshqa bir cho'pchakni eshitishlarini aytadi. Departament xodimlari o'zlarini fosh qilishlari mumkin bo'lmaganligi uchun shunday bo'ladi. Hamma odamlar ko'ziga Nik qari xitoylik kishi bo'lib ko'rinadi. Roy esa jozibador mallasoch ayol bo'lib. Ularni birga ko'rgan manavi odamlar xitoylik kishiga rosa havas qilishsa kerak.
Keyin ikkovi mashinaga o'tirib, murdalardan birini qo'lga olish uchun ketishadi. Binoga yetib borishganida tajribali ofitser hali g'o'r sherigiga murdalarni qanday topish kerakligini o'rgatadi. Murdalar chiriy boshlagani uchun atrofdagi narsalarni ham chiritadi. Texnika esa ishdan chiqadi. Mijozlarini qaysi xonada yashiringanini aniqlab, eshikni taqillatishadi. Murda eshikni ochib qarasa, sohibjamol va maxluq yo'g'i xitoylik bir kishi turibdi. Hech kimda shubha uyg'otmaydigan juft. Shuning uchun murda ularni ichkariga kiritadi. Roy o'zini xuddi uyida o'tirgandek his qilib, ko'chadan sotib olgan hind taomini yeyishni boshlaydi. Hind taomiga qo'shilgan masalliqlar sabablimi yoki Royni bunchalik chiroyli ovqatlanishidanmi murdani asl qiyofasi ko'rinadi. Nik uni kishanlayotganida murda qochib ketadi. O'tmishda yovvoyi g'arblik bo'lgan Roy esa Nikni minib olib murdani ortidan sakraydi. Nikni kaltaklaridan keyin murdani ko'ngli aynib, yutib yuborgan narsalarini qayd qiladi. Ichidan Nik hovlisiga yashirib qo'ygan oltinlarga o'xshash narsalar chiqadi. Nik bittasini qo'lga olganida murda unga tashlanadi. Roy esa uni yo'q qiladi. Murda bunday qilganini ko'rib, Nik bu oltinlarda bir gap borligini tushunadi. Ular ma'lumot olish uchun Eliotni yoniga borishadi. Eliot bu oltinlar haqida ma'lumotim yo'q deb aytsa ham, uni yolg'on gapirayotganini bilib, Nik oltin parchasini unga qoldiradi. Keyin Nikning sobiq sherigi Bobbi kelib, Eliotdan oltin parchasini olib ketadi. Ular Bobbini ortidan kuzatishsa, Bobbi Nikning uyiga keladi. Bobbi g'amxo'rlik qilayotgan kishi bo'lib, Juliyadan Nik o'limidan bir kun oldin nimalar qilganini so'raydi. Juliya uni apelsin daraxti oldiga olib keladi. Daraxt ostidan Nik yashirib qo'ygan oltinlarni topib olishadi. Juliya oltinlarni ko'rib, Nik ularni o'g'irlab olib kelgan deb o'ylab xafa bo'ladi. Bobbi esa oltinlarni olib ketadi. Nik bilan Roy Bobbini kuzatishda davom etishadi. Bobbi oltinlarni baqaloq murdaga beradi. Ustasi farang murda ovchilari uni darrov ushlab muzlatgichga olib kirishadi. Nik bu oltinlar nima uchun kerak? Ularni qayerdan olyapsizlar deb so'rasa, murda unga tushingni suvga ayt deb bahaybat maxluqqa aylanib qochib ketadi. Keyin esa odamlarni hayratda qoldiradigan ishlar bo'ladi. Bahaybat maxluq mallasoch ayolni tortib ketyapti. Xitoylik qariya esa banan bilan maxluqni o'qqa tutyapti. Shu tariqa Nik bilan Roy oltinlarni qo'lga kiritishadi. Departamentga qaytishganida bu oltinlar Yerixon ustuni deb atalgan xavfli artefakt ekanligi ma'lum bo'ladi. Agar uni hamma parchalarini birlashtirib, dushman qoni to'kilsa, osmonda tuynuk ochilib, murdalarning hammasi tiriklar dunyosiga qaytib kelishadi. Bu tiriklar dunyosining yakuni degani. Bu oltinlarni Nik bilan Roy topib kelishgan bo'lishsa ham, baqaloq murdani qo'ldan chiqarishganligi uchun rahbariyat ularni chetlashtiradi. Bir kundan keyin sud bo'lib, ularni o'chirib tashlashlarini bilib, Nik yana rafiqasini oldiga boradi. Lekin Juliya xitoylik kishidan qo'rqib, u nimani xohlayotganini tushunmay u yerdan ketib qoladi. Roy esa Nikka endi xotinini tinch qo'yib, taqdirga tan berishi kerakligini aytadi. Keyin esa ikkovi Bobbini to'xtatishga qaror qilishadi. Chunki Bobbini bu ishda hissasi katta edi. Bobbi yana bir tarafkashi bilan oltinlarni departamentda saqlanayotgan qismini qo'lga kiritish uchun reja tuzadi va unga qandaydir bir matohni beradi. Ertasi kuni Nik bilan Roy Bobbini uyiga borib uni hibsga olib departamentga olib kelishadi. Roy Bobbini kiyimlarini tintib ko'rib, cho'ntagidan haligi matohni yarmini topib oladi. O'sha yerda Bobbi bilan birga reja tuzgan tarafkashi ham bor edi. Agar u ham shu yerda bo'lsa, unda matohni undagi qismini ham tortib olishgan. Ikkala qismini bir savatchaga tashlab qo'yishganida ular birlashib sfera hosil qilishadi. Bu sferadan qandaydir to'lqin chiqib, hamma departament xodimlarini harakatsizlantirib qo'yadi. Artefaktlarni qo'lga kiritish uchun Bobbi atayin o'zini hibsga olishga yo'l qo'yib bergan bo'ladi. U sheriklari bilan oltinlarni olib qochib ketishadi. Artefaktni hamma qismlarini qo'lga kiritgach, uni birlashtirishni boshlashadi. Bobbini odamlari Juliyani ham olib kelishadi. Bobbi Juliyani qoni bilan Yerixon ustunini ishga tushirishni reja qilgan. Nik bilan Roy murdalarni yo'q qilib artefakt turgan tomga chiqishadi. Shu payt Bobbi Juliyani orqasiga uchli temir bilan uradi.
Ustun Juliani qonini tortib olib ishga tushadi va osmondagi tuynukdan son sanoqsiz murdalar yog'ilib tusha boshlaydi. Nik Juliani qutqarishga shoshiladi. Roy esa ustunni yo'q qilishga harakat qiladi. Bobbi Nik bilan jang qilib, Nikni qayta o'ldirish unga zavq bag'ishlashini aytib ustidan kulayotganida, Roy og'ir yuk mashinasini qulatib, ustunni yo'q qiladi. Shundan keyin murdalarni tuynuk yana ichiga tortishni boshlaydi. Xitoylik qariya esa, ya'ni Nik, banan bilan Bobbini otib yo'q qiladi. Shu payt vaqt yana to'xtab qoladi, chunki endi Julia o'lim oldida turgan edi. Va nihoyat Julia Nikni o'z qiyofasida ko'radi. Julia Nikni sog'ingan, lekin Nik u yashashda davom etishi kerakligini aytadi va u bilan xayrlashadi. Keyin esa Julia shifoxonada o'ziga keladi. Nik, Roy va Proctor shifoxonadan chiqishganida Proctor ularga Nik rahbariyatdan hayfsan olganini, Roy esa jazo tariqasida yana 53 yil majburiy xizmat o'tashi kerakligini aytadi. Royni bunga jahli chiqadi. Proctor esa Royga yo'qotib qo'ygan shlyapasini berib, soqolidan tishlab ketib qoladi. Roy esa Nikka yangi qiyofa sovg'a qiladi.